Maqomlarimiz insonlarni davolaydi. To'g'ri eshitdingiz. Maqomlarimiz, maqom yo'llarida yaratilgan asarlarimiz musiqiy terapiyada qo'llaniladi va insonlarni davolashda ishlatiladi. Xo'p, bugun 3 ta asarni sizlarga men ozroq eshittiraman va qisqacha ta'rif berib o'taman. Ertalab turganda Saftsuvora ashulasini eshiting. Uni insonga bo'lgan ta'sirini qarang. Tinglovchining tasalli tuyg'ularini uyg'otadi. Dam olish va hissiy farovonlikni targ'ib qiladi. Buni qachon odam eshitish kerak? Ertalab turganda, tong payti uyg'onganda eshitish kerak. Mana hozir fonda eshitib turganingiz ham o'sha Saftsuvora ashulasi bo'ladi. Xo'p, ikkinchi asarimiz Nasrulloyi. Farg'ona Toshkent maqom yo'llaridan Nasrulloyi. Hozir eshitib turganingiz esa Turg'un Almatov ijrosida. Insonga bo'lgan ta'siri: yurak urishini tartibga soladi. Unga malham bo'ladi. Tinglovchini tinchlantiradi. Yurak urishini normallashtiradi. Dam olishga yordam beradigan terapiyada qo'llaniladi. Eshitilish vaqti: tushlikda, kechki payt hordiq chiqarishdan oldin. Demak, Nasrulloy asarimizni tushlik payti yoki kechki payt hordiq chiqarishdan oldin inson eshitsa, insonga hordiq beradi, musiqiy dam beradi. Demak, bu musiqiy terapiyada ishlatiladigan asarlarimizdan bittasi. Xo'p, 3-chi asarimiz Munojot. Buni ko'pchilik biladi. Ko'pchilik xalqimiz yoddan biladi. Munojot. Farg'ona Toshkent maqomlaridan. Eshitib turganingiz ham Turg'un Almatov ijrosida albatta. Insonga bo'lgan ta'sirini qarang. Falsafiy tafakkurga cho'mdirib, ilohiy hissiyotlar orqali inson munojotini ifodalab, qalblarni yumshatadi. Inson qalbini, demak, yumshatadi. Bundan tashqari u dam olishga yordam beradigan terapiyada qo'llaniladi. Demak, gapimga misol, bu ham musiqiy terapiyada, demak, dam olish terapiyasida qo'llaniladi. Eshitilish vaqti kechki payt hordiq chiqarishdan oldin. Demak, azizlar, maqomlarimiz, klassik asarlarimiz, Farg'ona Toshkent maqom yo'llarida yaratilgan asarlarimiz, demak, barchasi musiqiy terapiyada qo'llaniladi va insonga ijobiy ta'sir qiladi. Insonni davolaydi. Keyingi videolarda qolgan asarlarimizni yoritib boraman.